Sehrgar bir yilda buzgan aloqalarni gap tashiydigan odam bir soatda buzib qo'yadi. Bu hikmatni Yahyo ibn Abu Kasir rahimahulloh aytayaptilar. Bilasizlarmi, bu ajoyib, juda ham teran hikmat. Insonni, har qanday insonni o'ylashga majbur qiladi. Abu Kasir rahimahulloh bu so'zlar orqali g'iybat va gap tashish, namimani, chaqimchilikni jamiyat, oila, do'stlik aloqalariga, qarindosh urug'chilik aloqalariga yetkazadigan vayronkor zararni juda o'tkir o'xshatish bilan yoritib berganlar. Endi kelinglar mana shu hikmatni 3 ta asosiy nuqtasiga e'tiborimizni qaratamiz. Birinchi, sehrgarning ishi sehr insonlar orasiga sovuqchilik tushirish uchun issiq sovush qilish kabi habis, ya'ni iflos ishlarni qiladi. Sehrgar biror aloqani buzish, oilani parchalash, do'stlarni, qarindoshlarni, aka-ukalarni urushtirish uchun oylab harakat qiladi. Tuzoqlar qo'yadi, fitnalar uyushtiradi. Ikkinchi, gap tashuvchi, namimachi hech qanday maxfiy tayyorgarliksiz shunchaki bir og'iz yolg'on yoki bo'rttirilgan gap bilan birgina suhbatda bir soatda ichida yillar davomida qurilgan ishonch, muhabbat qasrini vayron qiladi. Endi e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, gap tashishni yashirin qo'rquv, xavfi bor. Sehrni yomonligini bildik. Sehrni yomonligi hammaga ma'lum. Odamlar undan ehtiyot bo'ladi, ammo gap tashuvchiga odamlar ko'pincha ishonadi. Gap tashuvchini birinchi gapi oldingizga keladi, birodar, sani foydangga gapiryapman. Ichim achishganidan gapiryapman. Senga kuyganimdan gapiryapman. Sen do'stim deb senga gapiryapman degan niqob ostida keladi va o'zini razil maqsadini amalga oshiradi. Xuddiki, bilasizmi, qop-quruq o'tinlarni, has-hashaylarni ichiga kichkinagina gugurt cho'pini boshdek keladigan cho'g'ni olib kelib tashab ketadi. Haligi cho'g' sekin tutaydi-da, birpasda has-hashay yonib olov olgandek odamlarning o'rtasida fitna olovi avj oladi. Fitna ko'payadi, odamlarning orasi buziladi, janjal bo'ladi, hikmat, baraka yo'qoladi. Shuning uchun azizlar, chaqimchilardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni payg'ambar alayhissalom 1,5 ming yil ilgari chaqimchi jannatga kirmaydi deb keskin chaqimchilarning yo'lini do'zaxga to'g'rilab qo'yganlar.